Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari, hammanglar bilan Bunyod TV ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Ancha bo'ldi video chiqarmaganimizga sababi obuna bilan like tugmasini bosmayapsizlar. Shu obuna bilan like tugmasini bosib qo'ysanglar, har doimgidek videolarni bangillatasiz. Nima netda podpiska turadi, bitta bosib qo'ying, bo'ldi, sizdan hech narsa ketmaydi. Sizga biz dahshat tovarlar beramiz. Yangilik paplin belmando. Yozma paplin bo'ladi, keyin kombinatsiya ham paplin, va belmando toshlari mana o'chmaydigan qimmat toshlardan, narxi 75 ming so'mdan optim olib turganlar ham aloqaga chiqarsa, asosan optim yetkazolmayapmiz. Mana unimiz shifon paplin. Ko'rib turibsizlar, past shifon bo'ladi, tepasi paplin bo'ladi, 85 ming so'mdan qo'ldan kelgancha arzon qilib beryapmiz. Buni o'sha razmeri 50 dan 54 gacha standart tushiradi. Buniki ham shunaqa. Keyin bo'y uzunlardan bormi uka deganlar uchun bo'y uzunlardan mana bo'ylari 1 metr bo'ladi. Toshlari ham toshga bexijolat javob mana. Ana ko'chdimi? Bemalol kir mashinada aylantirib yuvib kelib turgan bo'ladi. Ko'ylak lozim. Buni ham narxi o'sha 75 ming so'mdan, keyin ishlab chiqarishda 10 ming so'm qo'shib 85 ming so'mdan Xitoyliyon olgan Apshi zo'r deb o'ylayman. Xitoyimiz bo'ladi. Bunaqa narxda yo'q deb o'ylayman. Like bilan podpiska bosib qo'ysanglar, bu XB 65 ming so'mdan atirgul belmando, bo'ylari 1 metr, ko'ylak lozim 80 ming so'm. Bularimiz esa 70 ming so'm. XB bilan 2 xil rasvetga qoldi. Joyimizni ko'rib turibsizlar. Mana shu joy. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa sizlar uchun haddushi qilib, yuklarni yig'ib like bilan podpiska bosib qo'ysanglar, kuniga video chiqaramiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Yaqinlarga bitta tashab qo'yinglar.